Assalomu alaykum hammalarga. Bahor keldi, yangi kartoshkali chiqdi. Bugun yangi kartoshkadan ovqat qilamiz. Shunaqa qilib tayyorlab ko'rsanglar, kartoshka fil yegilik yemay qolar ekan. Mana kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz hammasini yozib qo'yaman. Bularni hammasini yaxshilab yuvib olamiz. Kartoshkalarni ham yaxshilab yuvamiz, chunki po'sti bilan pishiramiz buni. Kartoshkani 5-6 marta yaxshilab yuvamiz, tozalab. Mana kartoshkalarni yuvib oldik, tozalab, endi 10 minut qaynatib olamiz. Zelenlarni yuvamiz. Men har doim tuz qo'shaman. Katta qoshiqda 1 qoshiqcha sirka solamiz. Zelenlarda baribir ko'zimizga ko'rinmaydigan qotlar bo'ladi. Hammasi bo'lib ketadi. Tozalab yuvamiz. Kartoshkalarimiz pishgunicha sousini tayyorlab olamiz. Yangi karom bilan smetana kerak bo'ladi bizga. Buni juda ham mayda qilib to'g'rab olamiz. 1 stakan smetana qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana kartoshkalarimiz pishdi. Buni o'rtasidan shunaqa bo'lib olamiz. Endi buni qovuramiz. Yuvilgan ko'katlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Mana tillarang qilib qo'rib oldik. Endi ko'katlarimizni aralashtiramiz. Ziravorlarimizni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bismillah deb mana tayyor qilib oldik. Yoqimli ishtaha. Tayyorlab ko'ringlar, souslar bilan ayniqsa juda ham mazali. Bismillah deb yeb ko'ramiz endi. Mazasiga super. Bismillah deb yeb ko'ramiz endi.